Albatta bu darslarda musulmon opalarimiz eshitishadi. Agar erkak kishining yarmi bo'lgan ayol dindor bo'lsa, hayotiga rozi bo'lsa, qanoatlansa, taqvoda yurishi oson bo'ladi. Bunaqa taqvodor ayol birodarlar erini gunoh masiyatga buyurmaydi. Falonchilarga uyqu berasan, falonchilarga eshik qilib berasan demaydi. Erini haromga turtib qo'ymaydi. Bir ayol eridan falon pullik qimmat narsani olib berasan deb turib oldi. Isrof endi bu narsa. Qarab turib, "Ey xotin" dedi. Jannatda shunday hur ayinlar borki, agar u hur ayinlardan bittasi yerga tushirib qo'yilsa, bu hurning nuri, go'zalligi quyosh bilan oyning nurini so'ndirib qo'yadi dedi. Endi seni deb ulardan voz kechganimdan ko'ra, ularni deb sendan voz kechib qo'yishim osonroq dedi. Shuning uchun ayollarda eng yaxshisi eriga yuk qo'ymaydigani, erini toqatidan oshgan narsani talab qilmaydigani, kam chiqimroq bo'lgan ayol. Musulmon erkak agar xotinning talab qilayotgan narsasi harom bo'lsa, xotinni qilib berasan deb talab qilayotgan narsa bu erni Allohning roziligidan uzoqqa ketkizib yuborayotgan bo'lsa, xotinini bunaqa talabiga itoat qilmaydi.